Assalomu alaykum azizlarim. Bugun sizlar bilan juda ham og'iz teriydigan rakushka pishirig'ini tayyorlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim deb ishimizni boshlab olamiz. 450 gram elangan unga 200 gram sariyog' qo'shib kroshka qilinadi. 5 gram rizirhli til qo'shib aralashtirib olamiz. Endi massamiz uchun 2 dona tuxum kerak bo'ladi. Tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz. Sarig'ini xamirga qo'shamiz, oqini esa bize uchun olib qo'yamiz. Mana endi 2 dona tuxum sarig'ini xamirga qo'shib olamiz va ustiga 200 gramda smetana qo'shiladi. Qoshiq yordamida birozgina aralashtirib olamiz va tezdagina xamirni zuvala holatiga keltirib yig'ib olamiz. Mana xamirni tezdagina yig'ishtirib oldik, zuvala shakliga keltirib oldik. O'rtacha qo'lga yopishmaydigan xamir bo'ladi. Endi bundan 30 gramli dumaloq shariklar tayyorlab olamiz. Biroz shariklarimizni tindirib qo'yib, olib qo'yilgan 2 tuxumni oqidan bize tayyorlaymiz. Buning uchun tuxumni oqini yaxshilab oppoq bo'lgunicha ko'pirtirib olamiz. Ustiga 100 gramda shakarni oz-ozdan solib, qattiq ko'pik bo'lgunicha ko'pirtiriladi. Albatta vanilin solishni esingizdan chiqarmang, chunki tuxumni birozgina hidi bo'ladi. Un sepib zuvalalarni ochib olamiz. Bir osh qoshiqdan bize qo'yib, chetlarini mahkamlab yopib chiqamiz. Shu holatda, shu ko'rinishda ham tugsa bo'ladi. Ichiga yong'oq solish mumkin. Shu holatda chetini o'zini yopishtirib qo'yish mumkin yoki bo'lmasa, vilkada ham yaxshilab mahkamlab qo'ysa bo'ladi. Men qo'l yordamida chetlarini mahkamlab olaman. Kimdir gusini lapka deydi, kimdir rakushka deydi, yana kimdir esa buni chig'anoq deb ataydi. Pergament qog'ozga taxlab olamiz va 160 gradusda gaz pechida 30 daqiqa mobaynida pishirib olamiz. Ustiga saharniy pudra sepib olishingiz mumkin. Xohishga qarab moloko, stroshka, yong'oqlar bilan ham bezatsa bo'ladi. Albatta siz ham tayyorlab ko'ring. Kelasi videolargacha esa xayrlashib qolaman. Xayr, omon bo'ling.